Xudo xolasa yaqinda bir yaxshi san'atkor chiqib yetishyapti. Yaxshi inson bo'ladi, yaxshi yigit bo'ladi, kelajagi bor. Bir ikkita to'yda eshitdik, chaqirib mehmon qildik. Chiroyli onalar haqida qo'shiq aytdi. Endi tog'asining arkasidan boryapti, tog'asining izidan Shokirjonni baxtli degan arkasidan boryapti. Shokirjon bu yigitga jonini ham beradi. O'zi yaxshi yigitda ko'zmonchoq. Ha, Shokirjonni o'zi ham yaxshi tog'asi. Tog'a bilan bezetilmagan. Jo'rabek onalar haqida chiroyli qo'shiq aytadi. Ma'qul kelsa qarshi cho'lasizlar. Aniq ma'qul keladi. Mohroq chavolovringlar qarshi edi. Ana rahmat. Endi bu kelishimizga sababchi bo'lgan ham shu bola. Biz shogirdimiz Mirzo bo'lsin. Xudo xolasa zo'rib ketadi. Mahalladan chiqadi. Rahmat. Qo'shiq sizga, tabrik ham sizga. Marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. 2 yosh baxtli bo'lsin. Sizlar uchun qo'shiqlarimiz qanday? Onalarimiz haqida. Onalarimiz haqida. Yaxshi ijod qildi, Xudo xolasa Xudo bergan husn ham bor. İnsonga kulib turadi, buni yaxshi bir chiroyli tomoni kulib turadi. Endi ko'zlarida endi quvonch ko'z yoshlari ham ko'rdik, endi o'zi yig'lab qo'shiq aytdilar. Bitta qahrajon qo'yamiz, olqishlab turasizlar. Rahmat. Mana sahnalar yetishishimga sababchi bo'lgan domodomga rahmat. Bitta bag'riga bosib qo'ying, Xudo xolasa kam qilmaydi.
Shokirjon yaxshi ko'radi buni. Jo'rabek, omon bo'ling. Tavoni aytganini qilasiz, ota-onani aytganini qilasiz. O kattalarni, ustozlarni aytganini qilasiz. Ki yaxshi inson bo'lasiz, yaxshi san'atkor bo'lasiz. Omon bo'ling, bitta qarsak bilan kuzatib qo'yamiz. Rahmat Jo'rabek, janoblari, sog' bo'ling, rahmat.